Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi bozor tahlilimizni boshlaymiz. Eslarda bo'lsa, bundan oldingi videoda USDT dominansi pastga tushishligi to'g'risida prognoz qilib o'tgandik, chunki kelib qoldi deb. Buni sabablarini men chizib chiqdim. Birinchidan ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerda bir bozorimiz yuksalgan trendda yuqoridagi maksimumdagi galava plechimizni proboy qilgan va mana bu yerda galava plecho proboy qilgandan keyin bu yerda hozir bir siqishma zonasini nima qilyapti? Bizga hosil qilyapti. Xo'p, bu yerdan biz nima olishligimiz mumkin? Bizga faqatgina mana shu galava plecho yoki nima bu yerda siqishma bo'lgani dastashlimi? Yo'q, dastash emas albatta. Boshqa narsalar ham bor. Men o'zi buni общий вообще boshqa narsalarda, ya'ni umuman boshqa narsalarda analiz qilib nima qilyapman. Просто tushunarli bo'lishligi uchun bir bar of formasini yoki shunga o'xshash galava plecholar chizib turib просто ko'rsatyapman. Lekin nima bozorimiz tushish trendida o'tganmiz. Katta time frame'da. Endi buni ham e'tibor beringlar, katta time frame'da bo'lgani uchun uzoq vaqt davomida bozor tushib keladi. Uzoq vaqt davomida u degani nima? Oldimizda o'sha buqa trendi boshlandi degani tushunarligi. Buqa trendini hech kim sizga aytmaydi. Bozorda yaxshigina pastga tushirib turib, misol uchun hozir Bitcoin 100 ming atrofida yurgan bo'lsa, bozorda 10 ming dollarga tushirib, ya'ni Bitcoin 10 ming dollarga tushganda, misol uchun o'tganda tushdi 15 ming dollarga, to'g'rimi? 15 ming dollarga tushganda nima qilmaydi? Sizlarga yoki bizga hech kim aytmaydi, misol uchun chiqib turib rasmiy ravishda yoki boshqa katta-katta o'yinchilar bo'lsin yoki katta-katta nimalar bo'lsin, hech kim chiqib bizga aytmaydi bu narsani. Ya'ni buqa sezoni boshlandi. Hozir bu 15 ming dollar bo'lgan bo'lsa, shu zonadan sotib olinglar. Yaqinda kelajakda Bitcoin yaxshigina yuksaladi deb bizga hech kim rasmiy ravishda aytmaydi. Misol uchun ishonchli joydagilar. Nimaga? Chunki nabrot o'sha joyda nima qo'rquvlar bo'ladi, qo'rqitishlar bo'ladi. Ya'ni odamlar sotsinda, meni qo'ldagi Bitcoinlarni yo qo'ldagi narsalarni men sotib olaydi. Yuqoriga chiqqanda men o'zim sotay deb turib, odamlarni nabrot ishdan chiqaradi. Hozir men ko'rib turgan narsa xuddi shunaqa narsa bo'lib turibdi. Ya'ni hozir bu yerda USDT dominansimiz ko'rib turganingizdek, buni ikki xil tushunadigan odamlar bor. Xuddi shu proboyni mana shu yerdan proboy qiladi, yuksalib ketadi degan tushunchali odamlar bor va ikkinchisi bor. Ikkinchisi nima bo'ladi? Sal professional yondashgan odamlar o'ylaymanki shunaqa. Ya'ni biz ta'lim olgan bo'lsak, ya'ni buni biz ilmini olgan bo'lsak, biz shunaqa o'rganganmiz bu narsani. Ya'ni bu yerda patternlarda ham o'zini joyi bor. Misol uchun mana bu yerdagi siqishma zonasi, patternimiz hosil bo'lgan bo'lsa, bu zonamiz qayerga yuradi? Albatta pastga. Chunki mana bu pattern endi 100% emas, albatta 90% holatda bo'ladi. 10% misol uchun yuksalib ketsa ham o'shanda ham nima bo'ladi? Ba'zi bir boshqa patternlarga o'zgarish ehtimoli bo'lishligi mumkin. Lekin nima hozirgi holatda mana shu zonalarda nima pastga tushish uchun juda ham chiroyli signallarimiz bor. Ya'ni USDT dominans. Bilasizlar USDT dominans agar pastga tushadigan bo'lsa, bular bo'lsa altcoin'larda sezoni bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, unda qaranglar, buni nima uchun aytmoqchiman? Qaranglar, bu yerda mana bu yuqoridagi eng maksimum bilan shu tushgan minimum bor. Mana bu minimum, mana bu minimumgacha tushgan. Shu yerga bitta korobka tortamiz. Hop, korobkani mana bu yerga bir korobka tortamiz shu zonani. Korobka tortsak, bozor nima qilgan? Mana shu korobkani ichida yurib turib chiqqan, ya'ni mana shu birinchi nimani ichida yurib turib, mana bu yerda bitta ignani otib olganda va yana kelib turib shu korobkadan pastga tushishni boshlagan va mana bu zonagacha bitta impuls qildi. Endi hozir bozor yana bitta xuddi shunaqa korobkani ichida turibdi. Endi bu korobkani mana buni ichiga qo'yamiz. Tushunarlimi? Mana bu oxirgi otgan zonaga qo'yamiz. Mana bu zonagacha keldi. Xo'p. Bu yergacha ko'taramiz ozroq. Mana ko'rib turganingizdek bitta korobkani ichida yuribdi. Bu korobkani ichida nima qildi? Pattern yasayapti. Bu yerda bir треугольник yasayapti va треугольник yasab turib katta ehtimol bilan bu zonadan proboy qilib o'tadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Mana bu zonani masofasichalik bozor tushish kerak. Tushunarligi, shu zonadan bo'ladigan bo'lsa, bu ham bo'lsa xuddi o'sha biz beryapti turgan hadafda beryapti. Mana bu zonadagi, ya'ni 2% atroflarni beryapti. Buni proboy qilib o'tishligi bilan, tushunarligi. Xo'p, bu mumkin mana shu korobkani ustiga chiqishligi mumkin. Nimaga siz hozir bu yerdan beryapsiz? Deyishingiz mumkin. Mana bu zonaga chiqishligi ham mumkin-ku. Unaqa deydigan bo'lsangiz, bo'lishligi mumkin. Bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q, lekin buni ham sabablar bor. Nima uchun men bu zonadan katta ehtimol bilan pastga tushishligini prognoz qilyapman? Sabablari bor. Sabablari chunki hozir bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, ikkitagina nima bo'ldi? Korobka chizdik xolos. Birinchisi mana bu bo'ldi. Mana bu zonaga chizdik va mana shu korobkani ichida eng yuksalgan zonamiz mana bu bo'ldi. Va bundan keyin bozor eng yuksalib yangi minimumda yaratdi. Mana bu minimum bo'lyapti. Mana bu minimumdan keyin bozor bitta korreksiya qildi, qaysiki mana bu zonaga va bundan keyin yangi impulsimiz mana bu bo'ldi. Bu impuls ichidan hali bozor chiqqan yo'q. Tushunarligi? Biz hozir qayda turibmiz? Mana bu impuls oxirgi tushgan mana kichkinagina impuls ichida turibmiz. Bu impulsdan keyingi harakat yuqorigami, pastgami degan narsa bo'ladi. Chunki bozorda bitta, ikkita, uchta impuls bo'ldi. Hozir 4-impulsni pastga tushishligimiz qanchalik to'g'ri.
Unda hozir qaranglar, hisoblaymiz. Mana shu zonadagi yuqoridan eng pastga tushgan zonamiz mana bu zona ekan. Bu yerga o'zi odatda bayroq formatsiyoni chiqadigan bo'lsa, bayroq formatsiyoni o'zini shartlari bor. Buni men oldin dars qilib tashlab qo'yganman. YouTube kanalimizda darsliklari bor. Xo'p, bu yerda chizadigan narsamiz 1. 1 ni qo'yamiz. 1 qayer bo'ldi? Mana bu yuqoridagi eng minimum zonamiz nima bo'ldi? Mana bu zona 1 bo'ldi. Mana shu 1 ni davomi qayerda? Bu. Tushunaligi? Mana shu 1 dan bozor bu yerga yuksaldi. 1 ni davomi bu. Har bittasi ya'ni jufti bo'ladi. Har bitta to'lqinda o'zining jufti bo'ladi. Mana bu 1 bu yer bo'ldi. Mana shu 1 dan keyin nima qilamiz? 2 ni kutamiz. 2 mana bu zona bo'ldimi? Mana shu zona bo'ldi. Xo'p, buni 2 qilib qo'yaylik. Xo'p, 2. Mana shu 2 ni jufti qaysi? Hozirgi holatda 2 ni juftinida turibmiz. Tushunaligi? Va 2 dan keyin kutadiganimiz 3 kutiladi. 3 katta ehtimol bilan pastda bo'ladi. U ham bo'lsa nima bozorda bir nima qilishiga bog'liq bo'ladi. Haqiqatan yorib o'tishligiga bog'liq bo'ladi. Hozir buni bir 3 qilib qo'yaylik. Xo'p, mana bu 3 bo'ldi. Tushunaligi? Hozir men bu yerdan kutyap turgan narsam 3 kutyapman. Bu 3 oxirgi impuls bo'ladi. Ya'ni oxirgi, ya'ni buzib o'tishlik bo'ladi. Agarki bu yerga bozor keladigan bo'lsa, mumkin bu yerdan kelar, mumkin bu yerda kelar. Qancha katta time frame'da analiz qilayotganimiz uchun kattaroq vaqt kutiladi. Misol uchun balki 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin kelar balkim. Mana shuni provoy qilib o'tganda nima bo'ladi? Uje bozorimiz pastga tushishi tezlashadi, yana ham tezlashadi. Tushunaligi? Ya'ni hozir mana bu zona qayer ekan deydigan bo'lsangiz, o'sha men kutyap turgan, ya'ni men hozir shuni men buqa sezonining boshlanishi deb tushunyapman. Ya'ni men o'zim tushunchamda, bu shaxsiy meni fikrim. Hozir panik qilib nima qiladigan emas. Naborot nima hozir buqa sezonining eng past zonalarida turibmizki, altcoin'lar oldimizdagi oy yoki oldimizdagi yillarda inshaalloh yaxshigina o'sish nima arafasida turibmiz. Hozirgi holatimiz shunaqa. Men ko'ryap turgan narsa shu, hozir to bu mana bu yuqoriga chiqmaguncha mana bu zonaga, tushunaligi? Uni ham aytib o'tdi, ya'ni hozir ertak mana shu qizil chiziq tepasiga bozor chiqib yo'nalish o'zgarmaguncha yo'limiz pastga, ya'ni pastga tushishlik. Chunki mana bu bayroq formatsiyoni ham o'zini joyida chiqyapti, o'zini shartlari chiqyapti, ya'ni o'zini shartlari topilyapti. Ya'ni har bittasinin o'zini shartlari bor. Keyin mana bu galava plechoida chiqishligi va bu yerdan keyin chiqadigan pattern, bular hammasi o'zini birma-bir nima desam bo'ladi, shartlari topilib kelyapti. Hozircha biron bir yuksalish uchun, USDT dominans uchun bo'lyapti bu tahlil. Hech qanaqa bir narsa ko'rganim yo'q. Katta ehtimol bilan mana shu zonadan bozorimiz sekin astalik bilan tushishni boshlaydi. Men bu narsani nimaga hozir qilyapman? Ertaga misol uchun buqa sezonini o'tib ketgandan keyin yoki buqa sezoni yaxshigina yuksalib, altcoin yuksalib ketgandan keyin yuqorida bash pastda olmagan ekanman degan narsalar bo'ladi albatta. U shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun albatta Alloh biladi, ertaga shunaqa bo'lar yoki bo'lmas. Lekin nima bu analizlarni o'zingizlar ham bir tekshirib ko'rsanglar bo'ladi yoki kuzatinglar eng kamida. Meni tushuncham shu. Hozir qaysi auditoriyani kuzatsangiz kuzating, kimni kuzatsangiz kuzating, hammasi bo'ldi. Bittanasiga yopishib olgan, bo'ldi, buqa sezoni boshlandi, ayiq sezoni boshlandi. Ya'ni ayiq sezoni boshlandi deyapti. Ayiq sezoni boshlandi, hamma tushib ketadi, oqib ketadi, qochib ketadi. Ya'ni shunaqa narsalar bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Uni ham ba'zi narsalarni aytib o'taman. Qachon bo'lishligi mumkin? Uni bir nimalarni ko'rsatib o'taman. Ya'ni USDT dominansiyasi ko'rishim shu, qisqasi. Mana shu zonalarda mumkin ozroq igna otib qo'yib, bu yerda qaytishligi mumkin. Vaqt misol uchun 1 oy davomida, misol uchun hafta davomida bu yerda odamlarni chalg'itib, ozroq igna otib qo'rqitishligi mumkin. Unaqa ehtimoli ham bor. Endi u degani mana bu yerga ozroq chiqib ignalar otib qo'yishligi nima qiladi? Bizni hadafimizni buzib qo'ymaydi. Bozorimiz hali ham bo'lsa mana bu 2 deb tan olaveramiz biz. 2 dan keyin biz 3 ni kutyapmiz. Tushunaligi? 3imiz mana bu zona bo'ladi va 3 dan provoy qiladigan bo'lsa, katta ehtimol yana ham nima qiladi? Tezlashib ketadi tushligimiz inshaalloh. Ya'ni USDT dominansiyaga ko'rishim shu edi. Endi qaranglar, Bitcoinga o'tadigan bo'lsak, Bitcoin. Xo'p, Bitcoinga keldik. Bitcoinda o'tganda men o'zim ham analiz qilib o'tdim. Bu yerda nimalar borligini. Bu yerda esingizda bo'lsa, bu yerda galava plechoyimiz bor. Galava plechoyda katta ehtimol bilan hali provoy qilmagan. Mana bu zonada edik. Provoy qilib o'tmadi. Provoy qilib o'tsa ekan va undan keyin biron bir harakat qilib ishdan chiqsak yoki ishga kirmasak degan narsalarni aytib o'tgandim. Lekin mana bu galava plechoydan keyin provoy bo'ldi. Mana bu yerda nima bo'ldi? Yaxshilab oldi sotdilar bo'ldi. Ya'ni yaxshigina oldi sotdilar bu yerda paydo bo'ldi. O'ylaymanki, mana shu zonalardan nima qiladi? Bozor yuksalish potensialini men kutyapman o'z aslida, lekin bitta narsasi bor, nusi bor. U ham bo'lsa haftalik time frame ga olamiz bozorda. Xo'p. Haftalik time frame ga oladigan bo'lsak,
haftalik time frame'da nima bor? Bu grafikimizda haftalik time frame'da boshqa time frame'da ko'radi shekilli. Tamam, mana shuni o'zida ham nima qilib ko'rishamiz. Xo'p, mana bu yerda haftalik time frame'dagi fraktal nuqtamiz bor. Fraktal nuqtaga mana bunaqa korobka tortib qo'ydim va Telegram kanalimizga tashlab ham qo'ydim. Esingizda bo'lsa, bozor mana shu kelganda uje odamlar, "Oh, bo'ldi, ketdi, qochdi" deganda bitta chiziq tashlab qo'ydimki, mana shunaqa chizib, odamlarga misol uchun qo'rquv, panika qilishmasin. Hammasi joyida. Ya'ni bu zonalardan ishga kirsa bo'ladigan zona deb korobka tortib tashlab qo'ydim. Esingizda bo'lsa, 2 kun, 3 kun oldin va o'sha bo'yi bozor mana shu yerdan tushmayapti. Sababi nima? Mana bu yerdagi bir kuchlik poddeshka zonamiz bor. Tushunarliki, mana bu poddeshkani tagida sham yopilmaguncha men bozorda tushib ketadi deb bilmayman. Tushunarliki, mana shu shamimiz, hozirgi mana bu tushib turgan shamimiz tushib tagida yopilmaguncha, tushunarliki, shuni tagida sham yopilmaguncha men bozorda oqib ketadi degan tushunchada emasman. Ya'ni nabarot bu zonadan bozorda men nima bu yerdan mana shu zonada mumkin ozroq odamlar qo'rqitar, yuqoriga ketish nimasidaman men. Ya'ni shunaqa potensialidaman. Bu potensialim o'zgarishligi uchun, ya'ni mana shunaqa tahlilim o'zgarishligi uchun nima fikrim, ya'ni buni tagida sham yopilishi kerak. Tushunarliki, mana shu sham chiqib buni tagida sham yopiladigan bo'lsa, bugun kuniga juma, ertaga shanba va yakshanba 2 kun, taqriban seyli 2 kun, ya'ni 48-50 soat vaqtimiz bor bu shamni hosil bo'lishligiga. 48 soat, 50 soat davomida kutamiz. Agar buni tagida sham yopiladigan bo'lsa, mumkin va ozroq o'shanda tushar. Lekin o'shanda ham men mana bu nima desam bo'ladi, Yustiti dominansidagi bo'lgan fikrimdan qaytmayman. Ya'ni bu yerdagi nima qarshilik zona bitta emas, ikkita zonaga kelgan. Buni buzib o'tishlik uchun eng kamida buzmoqchi bo'lsa ham korreksiya qilib turib keyin buzishligi mumkin. Agar buzadigan bo'lsa, mumkin lojniy buzish bo'lishligi mumkin degan tushunchadaman. Ya'ni bu yerdan men katta ehtimol bilan pastga tushishlik kutyapman USDT dominansida. Tushunarliki, ya'ni Bitcoin bilan USDT dominansiga bo'lgan analizim shu bo'ldi. Ya'ni bu yerda poddeshka zonada turibmiz. Poddeshka zona tagida hali sham yopilgan yo'q. Agar mana bu fraktal nuqtasini tagiga tushib sham yopiladigan bo'lsa, bundan keyin bir panik qilsak bo'ladi. Lekin hali haftalik shamimizga yopilishligiga 50 soat vaqt bor. Ya'ni 2 kun vaqtimiz bor seyli. 2 kun davomida bu kelib buni tagida yopiladi, yopilmaydimi vaqt ko'rsatadi. Lekin men nima bu zonada kichikroq time frame'larda ko'ryapmanki, yaxshigina oldi sotdilar bo'lyapti. Ya'ni oluvchilar topilyapti bu zonalarda. O'ylaymanki, bu zonadan bozor qaytadi. Tushunarliki, mana bu zonalardan katta ehtimol bilan bozor qaytadi. Ya'ni bular mumkin eng hayotimizda eng minimum joylar bo'lishi ham mumkin keyinchalik. Xo'p, agar panik yoki qo'rquv bo'lib turgan bo'lsa, tamom, mana bu minimumlar tagiga tushsin bozor. Mana bu zonadagi minimumlar tagiga bozor tushsin va undan keyin bir qo'rquv bo'lsa bo'ladi haqiqatan. Mana bu minimum va buni tagida mana bu tagiga ham kelyapti. Shu zonalarga kelganda undan keyin bir odamlarda bir qo'rquv yoki panik bo'lsa bo'ladi. Haqiqatan bozor pastga tushish ehtimoli bo'lishligi mumkin. Ya'ni pastroqlardan ishga olinsa bo'ladi, ishga kirsa. Lekin mana bu zonalarda men o'ylaymanki, bu yerlardan bozor razvorot qiladi mana shu yerlardan. Ba'zi narsalarni shunga asoslanib men sotib oldim. Mumkin ehtimoli bor. To mana bu igna tagida yopilmaguncha buni ham tushunib nima qilib qo'yinglar. Ya'ni hozir risk qilishga arziydigan momentda, ya'ni har narsani olmoqchi bo'lsangiz riski bo'ladi. Misol uchun mana shuni faraz qiling, risk deb ishga kirdingiz bu yerdan. Ishga kirdingizda stopingiz mana bu tag bo'lyapti. Birinchi mana bu minimum tagi, ikkinchisi mana bu haftalik time frame'da tagi. Xo'p, mana shu zonada haftalik sham yopilsa ishdan chiqaman degan minimum qilasiz yoki xohlasangiz просто stop ham qo'yib qo'yasiz. Qo'yib qo'ydingizda tipingizni yuqoriga olasiz. Misol uchun mana bu zonalarda olishingiz mumkin. Misol uchun 8%, 10% misol uchun mana bunaqa qilib, uni o'zingizni ixtiyoringizga havola, qaysidir poddeshka, qaysidir qarshi zona yoki fraktal nuqtalarga qo'shishligingiz mumkin mana bu narsani. O'shanda nima bo'lyapti? Qarang, 1ga 4, 1ga 5 attestatsiyalar bo'lyapti yuqoriga. Agarki 2% stop uradigan bo'lsa, lekin 10% nima TP qilishligingiz mumkin. Shunaqangi nimalar bo'lyapti. Endi shuni agar stopingiz uradigan bo'lsa, 2% stop bilan tamom rozi bo'lasiz, chiqasiz. Lekin TPni uradigan bo'lsa, 10% foyda qilasiz. Endi shunaqadan 10 ta сделка ochadigan bo'lsangiz, 10 ta сделкangizdan 5 ta stop, 5 ta TP uradigan bo'lsa ham siz baribir foydada bo'lasiz. Tushunarliki? Ya'ni hozir risk qiladigan paytda turibmiz demoqchiman. Aytmoqchi bo'lgan narsam, risk qilishlik uchun eng qulay zonalarda turibmiz. Ya'ni sotib olishlik uchun eng qulay zonalarda turibmiz. Agar mana shuni tagiga tushib sham yopiladigan bo'lsa, xuddi men aytgandek nima, misol uchun olgan narsalardan ishdan chiqib ketsa bo'ladi. Men misol uchun olib sotdingizmi deydigan bo'lsangiz, men o'zim olgan narsa, bugun olgan narsa mana bu bo'ldi. Hozir yana oldim va Telegram kanalimizga ham tashladim, esingizda bo'lsa
ko'rganimizda bu yerdan DKR oldim. Endi men qisqa muddatda ishlaganim uchun buni qisqaroq muddatda otib berishini kutyapman. Misol uchun 20% otar, 40% otar, 50% otar, uni bilmadim. Endi vaqt davomida ko'ramiz. Olgan narsam shu bo'ldi. DKR USDTdan sotib oldim va o'tgan safar sotib olgan narsalarim xabaringlar bor. Nima sotib oldim? Bu yerda sotib olgan narsalarimni aytdim. Mana Hedge USDTni sotib oldim. Buni sotib olganim aytgandim esingizda bo'lsa, ya'ni 6 mana bu zonalar buning uchun juda ham arzon, bu yerlarga kelish ehtimoli juda ham qiyin deb turib, mana bu zonadan sotib olgan edim. Mana shu zonalardan sotib olganimni aytib va gruppaga ham tashlaganim esingizda bo'lsa, taqriban bu zonadan Alloh alam mana shu zonada sotdim. 20% ga yaqin bundan foyda olib chiqib ketdim. Mana DKR USDT Hedge USDT yaxshigina otib berdi. Bundan 20% foyda bilan ishdan chiqib ketdim. Bundan oldingi videoga tashlaganman buni sotib olganimni, lekin u paytda mana bu zonalarda edi, adashmasam, mashitlardan sotib oldim. 20% foyda bilan chiqdim. Xo'p, va Solana USDT esingizda bo'lsa, Solana USDT ni mana bu zonadan sotib olganimni, ishga kirganimni aytgandim va Bitcoin tushganiga bu ham birga yuribdi, birgalikda Bitcoin orqasidan. Xuddi shu holat bunda ham hali tahlilimiz buzilgan yo'q bunda. Ya'ni buni mana bu TP o'rnimiz ozroq pastga tushirishligimiz mumkin. Sababi bozor yana ham pastga tushdi. Lekin tahlilimiz buzilgan yo'q. Agar mana bu zonalarga keladigan bo'lsa mumkin mana bu zonalarga, lekin tepadan olib chiqsa bo'ladi. O'zi bu Solanalar og'ir ko'yin, bunaqangi biz aytgandek yaxshigina otib bermaydi, lekin nima grafik borligi uchun sotib oldim Solanani ham inshaalloh. Xo'p, ya'ni hozir Solana USDT ham olish zonalarida turibdi demoqchiman. Tushunarlika? Hozir olish zonalarida Solanani o'zi uzoq muddatga olsa bo'ladimi deydigan bo'lsa, bo'ladi. Uzoq muddatga meni o'zimni kutyap turgan hadafim bor. Hozir uni sizlarga ko'rsataman. Solana katta ehtimol bilan uzoq muddatga sotib olinadigan bo'lsa, qayerga ketadi? Mana shu zonaga ketadi. Tushunarlika? 270, 300 bo'ladimi? Shu necha foiz? Ya'ni 100% cha Solanadan kamida o'sish kutyapman bu uzoq muddatga. Agarki biz hozir uzoq muddatga USDT dominant tushish arafasida bo'lsa, biron sotib oladigan bo'lsak, albatta men Solana sotib olinglar deyman, lekin Solanani ham misol uchun kuzatadiganlar, potensialga ishonadigan odamlar bor. Shular uchun nima? Solanani kimdir sotib oladigan bo'lsa, bu juda ham nima desam bo'ladi? Eng kamida 100% o'sib beradigan zonada turibmiz inshaalloh. Agarki ko'rib turganimizdek, Bitcoinda hozir analiz qildik. Shu Bitcoin shu pastlarga tushib haftalik time frame yopilmaguncha nima bo'ladi? Buni yo'limiz eng kamida maksimumlardan ham tepasiga chiqish ehtimoli yo'q emas. Misol uchun mana 100%, 150%, 200% gacha Solanadan o'sish kutyapman. Va yana qaysi sotib olgan narsalarimda mana bundan sotib olgandim. Bundan oldingi nimada ham tashladim, sotib olganimni ham gruppaga, kanalimga ham tashladim. Bundan ham yaxshigina o'sish kutyapman. Kamida 100%, lekin men buni 100% emas, mumkin 20 qisqa muddat ishlaganim uchun ozroq yuksalsa mumkin mana bu zonalardan sotib olishim mumkin 20%, 30%. Kecha olgan mana zonalardan olganim taqriban buni hozir olgan zonamdan ozroq foyda turibdi ekan. Bundan sal boshqaroq zonada. Mana bu zonadan sotib olgandim. Kanalimizga ham tashlagan mesajlar bo'lsa, mashitlardan sotib oldim, buni adashmasam. Bu yerdan sotib olgan 37 dan sotib olgan edim. Xo'p, hozirgi holatda 3% atroflarida foyda turibdi, lekin kecha o'sha 13% gacha foyda chiqatdi, sotmadim. Buni kanalimizga ham tashlab qo'ydim, hali sotmadim. Yuqoriga 28, 30 shu atroflarga kelsa sotaman. Qisqa muddatda bo'lgani uchun buni ushlab turibman. Men olgan zonadan hozir 3-3,5% foydada turibdi, yuksalgan holatda turibdi. Ya'ni xo'p, videomiz uzun bo'lib ketmasin, shu yerda to'xtatay. USDT dominansida fikrimni aytdim. USDT dominans katta ehtimol bilan bu zonalardan qaytamiz. Tushunarlika? Bu zonalardan qaytamiz. Qanaqa bir samolyot bo'lib ketamiz, uchib ketamiz degan menda tushuncha yo'q. Mana shu zonalar, ya'ni qarshilik zonalar. Albatta, bu yuksaladigan bo'lsa, misol uchun Bitcoin yuksaladigan bo'lsa ham nima qiladi? Sirazi misol uchun odamlarga olish uchun variant berib turib, keyin yuksalmaydi. Odamlarni bitta qo'rqitadi va undan keyin yuksaladi. Har safar yuksalganda shunaqa. Ya'ni mana bu Bitcoinga nima qilaylik? Mana Bitcoin hozir tushaman deyaptimi? Misol uchun mana shu yerdan yuksalmas balki. Kelib turib, bittiginani otib turib, odamlar bir qo'rqitib turib va undan keyin darsh odamlar tashab turib, stoplarni hamma narsasini olib turib, keyin yuksalib ketish, ya'ni srojin masalan kuch bilan yuksalib ketish ehtimoli yo'q emas. Ya'ni hozir nima USDT dominans, Bitcoin va Ethereumda ko'rmadik. Ya'ni Solana va boshqa narsalarda Yaponiya altcoinlarga bo'lgan fikrim ijobiy. Ya'ni yaxshi yuksalishlar oldida bizni kutyapti.
O'ylaymanki, videomiz sizlarga manfaatli va foydali bo'lsin inshaalloh. Foydali bo'lishligi, altcoin'larimiz yuksalishligi bo'ladi inshaalloh. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yib, klass bosib, kommentariy fikrlaringizni yozish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.